O'sha paytda paltodan pul qizg'anib, mexsizdan olib qo'ydingiz. Endi mexli paltoga chiqishga ketyapti. Lekin ortiqcha pul yo'q mexli paltoga. Nima qilamiz bilasizmi? Zo'r yechim beramiz sizga. Shu mexsiz paltoyingizni biz sizga chiroyli qilib, o'zingizga moslab ranglarini shuna qilib chiroyli yoqib yasab bersak, nima deysiz? Xohlasangiz norkadan, xohlasangiz pisesdan. Norkani ham o'zi har xil ranglaridan bor. Ko'ring, xilma-xil ranglardan. Mexlariga ham gap bo'lishi mumkin emas. Kristovkasi, orexidan, seriyalarning har xilidan bor. Narxlari ham unaqa qimmat chiqmaydi agar yoz oyida shu taklifimizdan foydalansangiz. Savol, murojaatlar bo'yicha direkt yozaverasizlar. Iloji bo'lsa paltoni rasmini bizga direktdan tashab qo'ysanglar, xizmat narxini, qaysi mexdan nech pul bo'lishini, qaysi rangi, qaysi sorti, qaysi kачествоdan nech pul chiqishini sizga yozib o'tamiz. O'shanda kelib ovora bo'lib o'tirishingiz ham shart emas. Agar Toshkent shahridan tashqarida bo'lsangiz, dastavka orqali ham ishingizni bitirib beraveramiz. Dastavkadan chiqartirib yuborasiz. To'g'irlab dastavkadan qaytib chiqartirib beramiz. Imperator low profiliga ham podpiska bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Qilib borayotgan chiroyli ishlarimizni kun davomida joylab boramiz. Videoga like bosib qo'ying.